Assalomu alaykum. Hammamiz vrachga borganimizda retseptga dorilar yozib bergan va ko'pchilik aytishganki, aynan mana shu dorini oling, boshqachasini olmang. Xo'sh, buni tagida nima yotadi? Moddiy manfaatmi? To'g'ri, ba'zida moddiy manfaat yotishi mumkin, lekin bundan tashqari boshqa sabablari ham bor. Ana qo'limda O'zbekiston bo'yicha eng ko'p ishlatiladigan dorilardan bittasi antibiotik ceftriaxon sulbaktam turibdi. Hammasida 1 gram ceftriaxoni va 0,5 gram sulbaktami bor. Bular tarkibi miqdori bir xil. Nazariy jihatdan ular bir xil ta'sir qilishi kerak, bir xil allergiya berishi kerak, bir xil nojo'ya ta'sir, ya'ni ko'ngil aynish, qayt qilish, bosh og'riq hammasi bir xil bo'lishi kerak. Lekin bu faqat nazariy jihatdan. Amaliy jihatdan esa bunday emas. Sababi buning 5 ta sababi bor. Birinchi sababi asosiy moddaning tozalanganlik darajasi. Yaxshi dori kompaniyalari asosiy moddani, ya'ni asosiy ta'sir qiladigan moddani qo'shimcha keraksiz bo'lgan moddalardan yaxshiroq tozalaydi. Yomonroq dori kompaniyalari nisbatan yomonroq tozalaydi. Bu esa o'z navbatida dorining sifatiga ta'sir ko'rsatadi. Ikkinchidan, qo'shimcha moddalar. Doriga qo'shimcha rang, ta'm, hid va hajm berish uchun qo'shimcha moddalardan foydalaniladi. Yaxshiroq dori kompaniyalari yaxshiroq qo'shimchalardan, yomonroqlar esa yomonroqlardan foydalanadi. Shuning uchun dorining allergiyasi hamda qo'shimcha nojo'ya ta'sirlari har xil bo'lishi, ya'ni tarkibi bir xil bo'lgan dorilar har xil bo'lishi, bu o'sha qo'shimcha moddalarga bog'liq. Undan tashqari ba'zi dori kompaniyalari dorini o'sha davolash kerak bo'lgan a'zoga to'g'ridan to'g'ri o'zgarmasdan yetib borishi uchun boshqa qo'shimchalar ishlatadi va albatta bu dorining sifatini yana ham oshirib beradi. Uchinchidan, dorining qadoqlanishi. Ba'zi dori kompaniyalar alyuminiy folgadan, boshqasi qog'oz blisterlardan, ba'zilari shishalardan, ba'zilari plastmassaviy flakonlardan foydalanadi. Bu ham o'z navbatida dorining sifatiga va ta'sir qilishiga ta'sir ko'rsatadi. Farqi ham shunda. Keyingi sababi dorini ishlab chiqarishdagi texnologiyalar va sharoit. Yaxshi, sifatli dori kompaniyalar yaxshiroq texnologiyalardan foydalanadi va dorining sifatli bo'lishini ta'minlab beradi. Bundan tashqari, korxonadagi bosim, harorat, namlik va boshqa xususiyatlar dorining sifatiga ta'sir ko'rsatadi va shu tufayli dorilar bir-biridan farq qiladi. Va eng oxirgisi psixologik ta'sir. Masalan, bitta doriga nisbatan sizni fikringiz yaxshiroq bo'lsa, o'sha dori sizga yaxshiroq ta'sir ko'rsatadi. Lekin xuddi shunday tarkibli boshqa bir dori sizga yomonroq ta'sir ko'rsatadi. Bu psixologik ta'sir bilan bog'liq. Bu ko'pincha nima bilan bog'liq bo'ladi? Dorini qandaydir yaqinimiz tavsiya qilganligi yo bo'lmasam o'sha yaqinimizga shu dori yaxshiroq ta'sir ko'rsatganligi. Undan tashqari ijtimoiy tarmoqlarda, televizorda bo'layotgan o'sha dorining reklamasi, undan tashqari dorini tashqi ko'rinish, qadoqlanish ham bizga psixologik ta'sir ko'rsatadi. Yaxshiroq deb bilgan dorimiz yaxshiroq, yomonroq deb bilgan dorilarimiz bizga nisbatan yomonroq ta'sir ko'rsatadi. Undan tashqari platsebo effekti bor. Bu psixologik ta'sir bilan bog'liq. Buni keyingi videomda aytib o'taman. Juda ham qiziq narsa. Va bu tarkibi, miqdori bir xil bo'lgan dorilarni har xil ta'sir qilishini vrachlar o'z praktikasida, amaliyotida kuzatadi va shu bo'yicha o'ziga yoqqan bitta dorini tanlaydi va o'sha dorini ko'pincha bemorlarga tavsiya qiladi. Shuning uchun aynan shu dorini oling deyish sababi mana shu yuqorida aytib o'tgan sabablarim. Sog' bo'ling.